Ushbu loyiha Asakabank Andijon BXM hamkorligida Qo'rg'ontepa tumani Navro'z MFda 5 ta konturda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka mahsuloti ekilgan. Yer maydoni hajmi 609 gektar, uzunligi 680 metr, eniga 110 metr tashkil qiladi. Bu yerdagi ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin unib chiqqan ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 46 ta dehqon xo'jaliklariga biriktirilgan. Har bir yer dehqon uchun o'rtacha 15 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Bilimjon Agro MCZ korxonasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, jami 124 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur hosil yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadi